Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda Uyg'ur qizi Javhar Ilhom bilan ko'rishdi. Marhum yozuvchi Nurmuhammad To'xti kishilik huquq himoyachilari xotirasiga kirgizildi. Anqarada 2 navbatlik siyosat va strategiya kursi ochildi. Turkiyada chet elliklarga uy mulk setish yuqori saviyaga yetdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 17-iyul Washingtonda açılgan 2 növbətlik dini erkinlikni ilgiri sürüş ministerlar yığını jarayonida Prezident Donald Trump dunyoning har qaysi davlatlardan kelgan diniy ziyonkashlikka uchragan Uyg'ur, Tibet, Falun Gongchi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 27 vakil bilan Oqsaroyda ko'rishdi. Vakillar qisqa tushunishli qilib o'zlari uchrab kelgan har xil zo'ravonliklarni so'zladi. Prezident Trump ular bilan ko'rishganida bugun biz bilan birga bo'lganlar bo'lsa, o'xshash bo'lmagan davlatlardan kelgan, o'xshash bo'lmagan diniy an'anaga e'tiqod qiladigan ayollardir. Hammanglarning o'rtaqligi bo'lsa, har biringlar o'z davlatinglarda diniy e'tiqodinglar uchun zo'r ziyonkashlikka uchradinglar. Biz Amerikada har doim huquqlarning hukumatdan emas, balki yaratquchidan keladi deb tushunamiz. Bizning huquqlar nizomnomasidagi tunji hurlik diniy hurlikdir. Bizning har birimizning o'zimizning vijdonini qabul etgan narsaga va iymon etgan dinimizning talabiga ergashish huquqimiz bor. Biz bilamizki, agar insonlar o'zining e'tiqodini erkin holda bejo keltirolmasa, boshqa barliq erkinlikmi xavf ostida qoladi va aniq aytganda erkinliklarning ma'nosi qolmaydi. Mana bu sababli Amerika hukumati dunyoda diniy erkinlikni qo'g'dash va tashabbus qilish faoliyatlaridan hargiz to'xtab qolmaydi degan. Xitoy hukumati tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan boshqa fikirlik zot va iqtisodshunos Ilhom To'xtining Anna universitetida o'qiyotgan qizi Javhar Ilhom prezident Trumpga "Mening dadamni o'z ichiga olgan 3 milliondan ortiq Uyg'ur xalqi hozir Xitoyning yig'ilish lagerlarida so'lalmoqda. Mening dadam muddatsiz qamoqda yotmoqda" deb so'zi tek oxirlashmaganida prezident Trump Javhardan "Sizning dadangiz turmada yotqil qancha yil bo'ldi?" deb so'radi. Javhar javoban, "O turmada yotqil 5 yil bo'ldi. O yana turmada qanchalik yotadi, uni bilmaymiz" dedi. Javhar Ilhom mashhur Uyg'ur professor Ilhom To'xtining qizi bo'lib, Xitoy hukumati dadasining tinchlik bilan elib borgan faoliyatlar uchun 2014-yili muddatsiz qamoq jazosi bergan. Amerika hukumati buningga qattiq norozilik bildirib, Xitoy hukumatidan professor Ilhom To'xtini qo'yib berishga chaqiriq qilgan. Yaqinda Amerika davlat majlis a'zolaridan Marco Rubio uni 2019-yillik Nobel tinchlik mukofoti nomzodligiga ko'rsatgan. Amerika prezidenti Trumpning yuqorqidagi Uyg'ur, Tibet, Falun Gong murtlarini o'z ichiga olgan va dunyodagi har qaysi tillarning vakillari bilan uchrashishi Xitoy hukumatini qattiq bearam qilgan. Xitoyning tashqi ishlar bayonotchisi Lukan 18-iyul kunidagi bayonotida Amerika uyushtirayotgan bu yig'inni va Trumpning yuqoridagi vakillar bilan bo'lgan uchrashishini Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik, Xitoyning diniy siyosatlariga qarshi surkiganlik dedi. Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Elshad Hasan bo'lsa, so'zida Amerika hukumatining va xalqaro axborotlarning Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishiga sabab ular Uyg'urlarning vaziyatining qanchalik darajada xatarli ekanligini va shundaqla Uyg'urlarning bugunining dunyoning atisi bo'ladiganligini tunib yetganligida deb ko'rsatdi. Xitoy hukumatining lager qamalgandan keyin shahid bo'lgan munavvar yozuvchi Nurmuhammad To'xti yaqinda kishilik huquq himoyachilari xotirasiga kirgizildi. Nurmuhammad To'xti haqidagi tushuntirishda uning hayot kechirmishlari va adabiy ijodiyat hayoti, uning adabiyot orqali Uyg'urlarning kishilik huquq sohasidagi og'ir masalalarni, jumladan tengsizlik, nomrodlik, yetimlar masalasi, ayollar masalasi qatorliqlarni ko'rsatib berganligi, shundaqla mush sababdan lagerga elib ketilganligi, oxirida shahid qilinganligi bayon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, kishilik huquq himoyachilari xotirasi tashkiloti Osiyo, Afrika va Latin Amerika qit'alarida kishilik huquq sohasi bo'yicha xizmat qiladigan dunyoviy tashkilot ekan. Xitoy hukumati yaqinda Nurmuhammad To'xtining o'limi haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib, uning hech qachon lagerga elib berilmaganligini, shundaqla uning hech qanday parakandichilikka uchramaganligi haqida so'z qilgan. Lekin xabarda kishilardan egilgan ahvollar bo'lsa, Xitoy hukumatining e'tiqodlarining butunlay yolg'on ekanligini isbotlagan edi. iyuldan 21-iyulgacha Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot instituti yosh mutaxassis Uyg'urlarni yetishtirish maqsadida 2 navbatlik siyosat va strategiya kursi ochdi. Mazkur kursga Turkiyaning har qaysi shaharlaridan oliy maktab to'liq kurs, doktorlik va magistrlik o'qiyotgan yoshlar orasidan tanlangan 25 nafar yoshlar qatnashgan bo'lib, Uyg'ur tadqiqot instituti mudiri, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram, Izmir Aga universiteti professori Olimjon Inoyat, milliy mafkura va qimmat qarashlar, Kanadadagi Uyg'ur ziyolisi Ruqiya Turdush, millat va millatchilik, Anqaradagi Hoji Bayram universiteti tarix professori doktor Qonur Olib Arjilason, boshqalarning nazarida Uyg'urlar, jurnalist Adiljon Arg'uy bo'lsa, biz kim? Uyg'urmi, Sharq Turkistonlikmi? Biz o'zimizni to'nimdiq. O'zimizni qanday bayon qilishimiz kerak? Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal apandi Skype orqali qonun va xalqaro qonun, iqtisodshunos Muhammadjon Bug'ra iqtisod va savdo yuksalayotgan Xitoyning kuchi, Shvetsiyadagi Uyg'ur yosh Nijat Turg'un apandi xalqaro munosabatda Sharq Turkiston qatorliq temalarda dars so'zildi.
Doktor Erkin Akram yana davlat va siyosat, xalqaro igilik huquqi, davlatlar va xalqaro munosabat, g'arbdan kelgan hokimiyatlar aro munosabatlar, tarix va strategiyalik tafakkur, xalqaro sahnasidagi o'zgarishlar deganga o'xshash bir qator temalarda dars so'zlamoqchi bo'lib, bu kursda universitetlarda o'rganilmaydigan Uyg'ur da'vosi uchun foydali ma'lumotlarning o'rgatilayotganligini bildirdi. Türkiyədə çətinliklərə uy mülk setiş iyun ayında bulturning o'xshash mazgilga selishtirganda 30,5% eşib 2689 ga yetdi. Türkiyə statistik organının iyun ayidagi aloqador statistikalik ma'lumotlarga asoslanganda çətinliklərə uy mülk setish iyun ayida bulturning o'xshash mazgilga selishtirganda 30,5% eşib 2689 yurish uyga yetgan. Uy mülk setishda 9000 yurish uy bilan Istanbul 1-chi, Antalya 680 yurish, Ankara 134 yurish, Yalova 123 yurish, Bursa 122 yurish uy setilgan. Iyun ayida Turkiyadan Iroq fuqarolariga 429, Eron fuqarolariga 415, Rossiya fuqarolariga 190, Germaniya fuqarolariga 126, Angliya va Kuvayt fuqarolariga 113 yurish uy setilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.